Urganch Innovatsion Universiteti 2025-2026 o'quv yili sarhisobi bilan tanishing. Ushbu o'quv yili oliy ta'lim dargohimiz uchun salmoqli va esda qolarli yangiliklarga boy bo'ldi. Xususan, mazkur o'quv yilida ilmiy salohiyatimiz 25% dan 43% ga ko'tarilib, hozirda universitetimizda 45 nafar PhD, 24 nafar dotsent hamda 2 nafar professorlar, shuningdek 2 nafar fan doktorlari o'z faoliyatini olib bormoqda. Albatta, ular orasida nafaqat viloyatimiz va respublikamiz, balki xalqaro miqyosidagi professor o'qituvchilar ham borligi talaba yoshlarimizga sifatli ta'lim berish imkoniyatimizni yanada oshiradi. Albatta, ushbu o'quv yilida bitiruvchi bosqich talabamiz Mahliyo Karimovaning prezident stipendiyasi, Ro'zaxon Ataboyevaning Bobur nomli davlat stipendiyasi, Zaynab Saparovaning Islom Karimov nomidagi davlat stipendiyasi sohibasi bo'lganliklari va albatta talabalarimizning Mirzo Ulug'bek vorislari respublika ko'rik tanlovida ham muvaffaqiyatli ishtirok etganliklari so'zimizning yaqqol isbotidir. Shuningdek, Urganch Innovatsion Universiteti professor o'qituvchilari tomonidan yozilgan askiya san'atining noyob namunalarini to'plash va mobil ilovasini yaratish mavzusidagi umumiy qiymati 1,5 milliard so'mlik amaliy tadqiqot loyihasi yutib olindi. Albatta, ma'naviy ma'rifiy sohada ham erishilgan yutuqlar quvonarlidir. Talaba yoshlarimiz Ma'rifat maydoni respublika ko'rik tanlovining viloyat bosqichida faxrli 1-o'rinni, yarim final bahsida 3-o'rinni, Yurtim qadriyatlari respublika ko'rik tanlovining yarim final bosqichida faxrli 1-o'rin va yarim final bahsida 1-o'rin, shuningdek final yo'llanmasini qo'lga kiritdilar. Talabalar ligasi doirasida chim ustida xokkey sport turining viloyat bosqichida 1-o'rin, respublika bosqichida esa faxrli 3-o'rinni egalladilar. O'quv jarayonlarining to'g'ri va to'laqonli tashkil etilganligi bois yoshlarimiz chuqur va puxta bilim olganliklarini Turkmanistonning Ashxobod shahrida bo'lib o'tgan xalqaro ochiq matematika fan olimpiadasida talabamiz Yo'ldoshboy Matyoqubov bronza medalni qo'lga kiritganligi, shuningdek yana bir talabamiz Hilola Yo'ldoshevaning 5-xalqaro ingliz tili olimpiadasida ishtirok etib faxrli 3-o'rinni qo'lga kiritganligi misolida ko'rishimiz mumkin. Xalqaro hamkorlik va memorandumlar xususida universitetimiz tomonidan 15 ta yangi xalqaro hamkorlik memorandumlari imzolandi. Jumladan Qozog'iston, Rossiya, Turkiya, Ozarbayjon, Belarus, Malayziya, Tojikiston va Bolgariyadagi oliy ta'lim dargohlari bilan xalqaro hamkorlik aloqalari o'rnatildi. Yil yakunida esa Urganch Innovatsion Universiteti rasmiy ravishda Osiyo universitetlar assotsiatsiyasiga a'zo bo'ldi. E'tiborlisi, universitetimiz respublikamiz miqyosida mazkur assotsiatsiyaga a'zo bo'lgan birinchi xususiy oliy ta'lim dargohi hisoblanadi. Agar siz ham ushbu oliy ta'lim dargohining bir bo'lagi bo'lishni istasangiz, biz sizni talabalikka qabul qilishga tayyormiz.